Endi tovarlarni nazorat qilish bo'limini ko'rib chiqamiz. Tovarlarni nazorat qilish bu barcha tovarlaringizni barcha platformalarda qanday statusda ekanligini, ularning tugash muddati qancha qolganini ko'rib turish imkoniyatini beradi va shuningdek, mana shu tovar kodi bo'yicha butun bozorda nechta e'lon joylanganligini ham ko'rsangiz bo'ladi. Keling, hozir ushbu bo'limni batafsil ko'rib, tushuntirib chiqaman. Bizda navbatdagi bo'lim bu tovarlarni nazorat qilish bo'limi. Tovarlarni nazorat qilish bo'limining vazifasi sizning barcha e'lonlaringiz UZEX birjasida bo'ladimi, Corporation'dami, hamma birjadagi tovarlaringizning statuslarini bitta joyda ko'rib turish imkoniyatini berish. Ya'ni, masalan, birorta tovarni nomini yozasiz va mana shu tovaringiz birjada aktiv yoki aktiv emasligini ko'rib turishingiz mumkin. Menda printer masalan aktiv, ikkala birjada UZEXda ham, HT Xaridda ham, lekin qolgan birjalarda yo'q. Bu joylanganlarda sizning o'sha birjalardagi oldin joylagan tovarlaringiz turadi. Masalan, hozir mana shu tovarlarni qachondir joylaganman, lekin hozir muddati tugab, aktiv emas holatga o'tib qolgan. Yashil turganlari esa hozirda ham faol holatda turibdi. Bu birinchi qator UZEX, keyingisi HT, eBirja va Corporation. Endi mana shu muddati o'tib qolganlarni masalan birorta vaqt oralig'ini tanlash orqali uzaytirish yoki qayta joylashni bossam, uzaytirish boshlanib ketadi. Ya'ni mana bunga o'xshash oyna chiqadi va bu joydan ha uzaytirilsin desam, mana shu muddati tugagan e'lonlar uzaytirib yuboriladi. Mana ko'rib turibsiz, 418 ta tovarlarni muddati tugab qolgan. Barchasini uzaytirish kerak. Barchasini skanerlash bu nima degani? Masalan, mana bu yerda siz mana shu tovar kodi bo'yicha nechta umumiy aktiv e'lon borligini ko'rsangiz bo'ladi. Aytaylik, laboratorniy telepриемник manometr ham bu joyda mana shu tovar kodiga bor yo'g'i ikkitagina e'lon qo'yilgan, ikkita e'lon aktiv holatda, mana ko'rishingiz mumkin. Ikkitasi aktiv. Oldin ham ko'p joylangan bu kod bo'yicha, lekin ular noaktiv holatga o'tib tugab qolgan va ularning egalari uzaytirishmagan. Bu holatda esa mana bu ikkita e'lonni qo'ygan qatnashuvchida, yetkazib beruvchida juda katta imkoniyat bor. Agar birorta buyurtmachi tovar sotib olmoqchi bo'lsa, mana shu ikkala yetkazib beruvchigagina taklif keladi va ular juda yaxshi narxlarda yutib olish imkoniga ega bo'ladilar. Ko'rib turibsizlar, ommaviy tovarlarda, masalan, klaviaturaga o'xshaganlarda 636 ta aktiv tovar bor. Bu joylarda raqobat kuchli. Agarda siz ham mana shu joylarga tovar joylamoqchi bo'lsangiz, joylash tugmasini bosasiz va sizga mana shu ro'yxat chiqarib beradi avtopilot. Agarda siz mana shu ro'yxatdan bironta tovarni tanlab turib, o'zingizga kerakli birjani qoldirib, saqlash va joylashni bosadigan bo'lsangiz, sizga mana shu birjada joylab beradi. Mana shu kod bo'yicha mana shu tovarni joylashtirib beradi. Mana ko'rib turibsizlar, hozir men bir dona manometrni joylamoqdaman. Bu joylaguncha qolgan joylarni tushuntirib turaman. Masalan, mana bu joyda nima desanglar, bu UZEX birjasida umumiy nechta joylashtirgansizlar, nechtadan nechta joylashtirgansizlar va qachon oxirgi marta tekshirilgan. Agar hozirroq tekshirish xohlaydigan bo'lsanglar, mana bu tugmani, yangilash tugmasini bosib yuborishingiz kerak. Hatto xaridda tekshira olmagan va eBirjada 15 daqiqa oldin tekshirgan, Corporation'da ham 10 daqiqa oldin tekshirgan. Shuningdek, mana bu joydan agar skanerlash tugmasini bosadigan bo'lsanglar, faqatgina shu tovar kodi bo'yicha real vaqt mobaynida birjadan ma'lumot olinadi va mana shu tovar kodi bo'yicha nechta tovar joylanganligi bu yerda chiqib turadi.
Mana bu oynalarni qimirlatib u joydan bu joyga olib o'tsanglar bo'ladi. Keyin mana bu joyda masalan keyingi sahifalarga o'tsanglar bo'ladi. Tovaringlarni ko'rib turish uchun. Ko'rib turibsizlar, mana yuborildi, birjaga joylandi. Bu joydan ham yana havolani ustiga bossanglar saytni ochib ko'rishinglar mumkin. Mana bu joydan kod tartibi yoki bo'shliqlar bo'yicha ko'rishinglar mumkin. Saralash, ya'ni filtr berishinglar mumkin. Agar biror savolinglar yoki taklifinglar bo'lsa, izohlarda yozib qoldirib ketinglar. E'tiboringlar uchun rahmat.